Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy xabarlar to'rining xabar qaraganda, Xitoy hukumatı navbatda 12 zo'r tipdagi davolash markazi qurish turini tasdiqlagan bo'lib, uni butkul Xitoy miqyosini qoplaydigan atalmish davolash markaziga aylantirmoqchi bo'lgan. Egilincha bu davolash markazlari kelar yildan boshlab sinoq tariqasida ishga kirishtirildi ekan. Diqqat qo'zg'aydigani shuki, Xitoyning Jilin, Xilongjiang, Jiangxi, Hainan, Chongqing, Guizhou, Gansu, Qinghai qatorliq o'lka bevosita qarashli shaharlar bilan Tibet rayoni, Guangxi Zhuangzhou avtonom rayoni va Ningxia Tungan avtonom rayoni o'z ichiga olgan 12 cho'ng rayonlik davolash markazi qurilish turiga atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni emas, balki Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish punkti kirgizilgan. Chet ellardagi kuzatuvchilar buni Xitoyning Sharq Turkistonning amaliy ta'sirini cheklash va huquq markazidan chetlashtirish, punktuani tadrijiy holda Sharq Turkistondagi yetakchi kuchga va hal qilg'uch siyosiy gavdaga aylantirishning bir signali deb qarab, Xitoyning mamlakat bo'yicha 12 rayonda bundoq zo'r tipdagi davolash markazlarini qurish turining orqasida kelgusida texmi zo'r va xavfli bo'lgan virus yoki yuqumli kasalliklarga taqobil turishga tayyorlik qilishdek planining mavjudligini taxmin qilmoqda. Xitoy hukumatining punktuan sistemasini zo'raytirish qurilishini zo'r kuch bilan qo'llayotganligi o'tgan bir necha yildan buyon ko'plab ma'lum bo'lgan edi. Amdilikda ular punktuan sistemani o'z ichiga olgan atalmish punktuan ro'yini Sharq Turkistonga kengaytirishni oshkora chaqiriq qilishga boshlagan. Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining 24 avgustdagi xabarda aytilishicha, 1954-yildan boshlab mavjud bo'lishga boshlagan punktuan sistemasi atalmish chegara rayonlarda yildiz tortib, chegara rayonini gullantirishdek o'zgacha ruhni javlan qildirganmish. Shu sababdan navbatda bu xil ruhni texmi keng doiraga umumlashtirish zarur ekan. Xabarda aniq qilib, punktuan sistemasining Xitoy davlati uchun chegara rayonini idora qilishdagi muhim vosita bo'lganligi iftixorlik ichida ma'lumlangan. Shuningdek, punktuallarning Xitoydan 100 minglab ko'chib chiqqan Xitoy oqqonlarini Sharq Turkistonga makonlashtirish va ketamas qilib qo'yish uchun barpo qilib chiqqan to'qimachilik zavodlari, qog'oz zavodlari qatorliqlarni chegara rayonini gullantirishning misoli deb tushuntirgan. Uyg'ur agentligining 26 avgust xabar qilishicha, yaqinqi 3 yildan buyon Turkiyani asos qilgan chet eldagi Uyg'ur jamiyatida bo'libmi millatning kelgusi egillari bo'lgan qoramiga yetmagan yosh o'smirlarimiz orasida jinoiy qilmishlarga chetilib qilish vaqalari kunsir ko'paymoqda. Bu xil jinoiy qilmishlarning ichida eng ko'p yuz berayotgan jinoyat bo'lsa zaharlik chekimlik chekish, setish, chekishga tashkillash va zaharlik chekimlik chekishga so'rin hozirlab berishda kirazil qilmishlar bo'lib, bu barliq Uyg'ur jamiyatini, bo'libmi aslida vatan xalqining dardida yuragi laxti-laxti qon bo'lgan ota-onalarning turmushiga og'ir zarbalanib kelmoqda. Bu razillikning xatarini to'nib yetgan Turkiyadagi jamiyat rahbarlari, ta'lim-tarbiya o'rinlari, ota-ona ustozlar har xil shaklda tarbiya qismi ko'rinarli unumi bo'lmay, aksiya texmi avjilishga boshlagan. Uyg'ur millatining kelgusi egillari bo'lgan yosh o'smirlarimizni o'limdan iborat bu yo'lga ozdirib ketayotganligiga chidamagan bir turkum o't yurak qaysar yoshlarimizdan tashkillangan Ko'kburkut nomidagi zarbidorlar guruhi Uyg'ur jamiyatini tuzash, yoshlarga ega bo'lishni o'zining sharafli xizmati deb to'nib, bu xizmatni ustiga olgan. Navbatda Ko'kburkut zarbidorlari jamiyatni inchki kuzatish va jinoyat shaykallarini tutib, ahvol egallash jarayonida bu zaharlik chekimlik savdosining parda orqasida Xitoyning qora qo'li borligi oshkorlangan. Xitoy chet eldagi Uyg'urlarni heroin qatorliq zaharlik chekimlik bilan ta'minlab, yosh o'smirlarni zaharlab vayron qilishni planlagan. Buni bilgan Ko'kburkut zarbidorlari jiddiy harakatga kelib, İstanbulning ma'lum bir yerdagi jinoyat shaykallarining ovisiga kirib, qaqshatqich zarba berish harakatini qilgan. Bu harakat qisqagan vaqtda bir qancha qatam berilgan. Bo'libmi bir necha kun oldidagi harakatda zaharlik chekimlik sotuvchilar tarafidan zaharga xumor qilinib oldinib ketilgan 17 yoshli bir o'smir bolamiz bu shaykaning qora o'sidan qutqizib chiqilgan. Bu shaykaning ozdirishi va planlashi bilan bu farzandimiz oilasidan ota-onasining xabarsiz 50 ming turk lirasi olib, bu jinoyat shaykasiga bergan. Bu puldan 36 ming turk lirasi bu farzandimizning oilasiga qaytarilgan. 14 ming turk lirasi zaharlik chekimlik setib, yosh o'smirlarni yo'ldan chiqarayotgan shaykalar tarafidan xajlanib tuggan. Bu pidoi botir o'g'illarimiz yana bu jinoyat shaykasiga og'ir zarba bergan. Ko'kburkut zarbidorlari Xitoyning parda orqasida turib Uyg'urlarga ziyankesh qilayotgan bu mal'ullarga oshkora jang e'lon qilishi Xitoyning razil maqsadiga hargiz yetolmaydiganligini va Xitoyga yantayoq bo'lib Uyg'ur jamiyatiga qilgan ziyonkashligining badalini og'ir to'laydiganligini bildirib qo'ygan. Xitoyning mushuning o'xshash razilliklar bilan yoshlarimizga ziyonkashlik qilishdagi tubki maqsadi bo'lsa, Sharq Turkiston davosini qilayotgan, vatanimizning mustaqillik yo'lida ketayotgan, vatanning kelgusi egallari bo'lgan yoshlarimizni zaharlab tugatishdan iborat. Ammo Xitoy o'zining bu razil maqsadiga hargiz yetolmaydi va yetkazmaymiz. Ko'kburkut zarbidorlari butun ota-onalardan o'zlarining farzandlariga bo'lgan tarbiyani kuchaytirishni
uydagi va sirtdagi ish faoliyatlarini surishtirib, har doim xabardor bo'lib turishini, o'zaro nazorat qilib turishni kuchli talab qilgan. Bir necha kun ilgari Xibey o'lkasi Jangjiakou shahri Guyuan noyasidagi soqchilar bovoqlarni setish delosini e'lon qilib, ommaning bu deloga chetishliq davolash texnik shirkatining bovoqlarni inson tajribasi uchun ishlatmaganligidan gumonlangan. Soqchilarning bu deloni e'lon qilgandan keyin tezla o'chirishi tashqi dunyoning gumonini kuchaytgan. 25 avgust kuni Xibey o'lkasi Jangjiakou shahri Guyuan noyalik jamoat xavfsizlik idorasi 14 avgust kuni Ren familiyalik 22 yoshli bir ayolni qo'lga olganligini e'lon qilgan. Bu ayol qonunsiz vakolatan homildor bo'lish jinoyati bilan gumon qilingan va bola tug'ilgandan keyin 70 ming yuan baho bilan texi bir oyliqim bo'lmagan bovoqni Shandong o'lkasi Weifang shahri Kuyvin rayonidagi bir davolash texnik shirkatiga setib bergan. Xibey soqchilari e'lon qilgan xabarlarda bu deloga chetishliq davolash texnik shirkatining nomi oshkorlanmagan. Faqat bu deloga chetishliq ayolni Shandong soqchilariga topshirib bergan ekan. Soqchilarning doklati e'lon qilinib bir necha soatdan keyin o'chirib etilgan. Munosabatli xabarlar Xibey o'lkalik partiya komiteti gazetining Xibey kundalik gazetining Weibo'siga va boshqa bir qancha tor bekatlari soqchi tarafidan e'lon qilingan munosabatli xabarlarmi Xitoy Kompartiyasi tor boshqarish tarafidan o'chirib etilgan. Mazkur deloni bir taraf qilgan Xibey va Shandong soqchilarimi hozir sukut qilgan. Dokladda Xitoy Qizil Kirst jamiyatining sobiq ijroiya amaldori Ren Ruixongning tahlili naql elinib, ilgari Xitoyning davolash sohasida azaldan insonlar tajribasi olib berilganligi, ba'zida narsida bolalarning tuyuqsiz yo'qolib ketadiganligi, ammo nihoyat osonda kishilarning tafsiliy inchki ahvollardan xabardor ekanligini bildirgan. Navbatdagi soqchilar e'lon qilgan bovoq setish delosining davolash texnik shirkatiga chetishliq bo'lishi xalq ommasini qattiq hayron qoldirgan. 26 avgust payshanba kuni Afg'oniston poytaxti Kabuldagi aerodromga yaqin joyda bomba hujumi yuz berib, 13 Amerika askari qazo qilib, 18 askar yaralangan. Shuning bilan bir vaqtda kam deganda 60 afg'onistonlik qazo qilgan. 140 dan ortiq odam yaralangan. Islom davlati tashkiloti hujumga mas'ul bo'ladiganligini e'lon qilib, o'zini qo'shib portlatqichining birining Amerika armiyasi uchun tarjimonlik qilgan va hamkorlashishlarni nishon qilganligini bildirgan. Shuning bilan Joe Biden SSlarga zarba berish buyrug'ini tushirgan. Nurg'un davlatlar Afg'oniston turishliq fuqarolarini chekindirayotgan paytda 26 avgust kuni Afg'onistonda Hamid Karzai xalqaro aerodromida va Barun mehmonxonasida 2 qatim o'zini qo'shib portlatish vaqasi yuz bergan. Bu ikki o'rinning oraliqi 1,6 kilometrga yetmaydigan bo'lib, Barun mehmonxonasi musofirlarni bartaraf qiladigan joy sifatida ishlatilgan. Hamda Afg'onistonliklarning aeroplan bilan qochadiganlar bu yerda munosabatli rasmiyatlarni o'taydigan. Portlash hujumi yuz berishdan ilgari Amerikaning Afg'onistondagi bosh elchixonasi bexatarlik ogohlantirish chiqarib, Amerikaliklarni Kabul aerodromiga bormaslikka chaqirgan ekan. Oqsaroy axborot kotibi Jen Psaki Afg'onistonning Kabul yuz bergan bema'ni zo'ravonlikning ziyonkashlikka uchraganlarni xotirlash uchun 26 avgust payshanba kunidan 30 avgust dushanba kuni kun o'ltirg'icha davlat bayrog'ini yerim tushiradiganligini bildirgan. Yurak zaiflashish, yana qon yetishmaslikdan bo'lgan yurak zaiflashish deb ataladi. Yurak qon aylanishdagi eng muhim harakatlantirgich kuch manbasi. Yurak to'xtamay soqqanda qonni arteriya qon tomirlariga chiqarib, butun badandagi qonni aylantiradi. Yurak zaiflashish deganimiz yurak iqtidor ojizlab, qonni unumli yetkazib berolmay, qon ozlab, badanning modda olmish ehtiyojini qamdayamasligini ko'rsatadi. Nafas qiyinlashish. Odam harakat qilsa nafas qiyinlashish his qiladi. Eg'ir bo'lganda, hatto karvatda yotgan yoki orom olgandami nafasda qiyinlanish bo'ladi. Yo'tilish. Ko'p miqdordagi suyuqlik o'pkaning shoxchilariga yig'ilib olib, shilliq pardani g'idiqlashdan kelib chiqadi. Quruq yo'tilish ko'p miqdorda ko'piklik va qon aralash balg'am tukurishi mumkin. Miyanga oksigen yetishmaslik. Yurakning qon yetkazish miqdori ozlab ketgachga, miyanga qon yetishmay, cho'ng miyaning iqtidori tormozlanib, tashvishlanish, as tutish qobiliyati nacharlashish, uyqusizlik yoki boshqa ish qatorliq ahvollar ko'riladi. Put suluq ishqi. Badanda qon bilan ta'minlash ozayib, börekka ta'sir qilib, suydik miqdori ozlab ketganda, suvni chiqarib etkili bo'lmay, badanga yig'ilib, put suluq ishqini shakllantiradi. Ishtihos tutilish. O'ng yurak zaiflashganlikdan jigarga qon yetishmay, jigar ishib, qo'rsoqning o'ng tarafdagi ustungi qismi ko'pib, ishtihoga ta'sir etadi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.